Bu 10 ta belgini bilmasangiz, hech qachon prava imtihonidan o'ta olmaysiz. Birinchi belgi. Svetoforga yaqinlashuv belgisi. Ikkinchi belgi. Yuqori tezlik taqiqlanadi. Uchinchi belgi. Aylanma harakatlanish. To'rtinchisi. Qayrilib olish joyi. Beshinchi belgi. To'xtamasdan o'tish taqiqlanadi. Oltinchi. To'xtab turish taqiqlanadi. Yettinchi belgi. Xavfli burilishga yaqinlashuv. 8-belgi. Yo'l berish belgisi. 9-belgi. To'siqni chapdan aylanib o'tish belgisi. Agar 10-sini javobini topsangiz, uni kommentariyada yozib qoldiring va bizni onlayn prava kurslarimizda o'qib, birinchi urinishda prava olmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus qoldiring.